Assalomu alaykum barchaga, aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, yurt turganlaringizdan bize To'rtko'l tumanida Ko'kcha ofidamiz, ya'ni Ko'kcha qishlog'ida Xudo xolasa bugun yangi ishimizni yakunladik. Yurt turganlaringizdan chiroylatib duralimin batareyalarimizni o'rnatib, rossiyskiy kraniklari bilan hamma narsalarni taxladik. Xudo xolasa soat dangu 3:30 bo'lishine qaramasdan ustalarimiz Xudo xolasa bugun bitirib ketamiz, ertaga yangi obyektga tushamiz deb ishinatib ishladilar. Funlarni o'rab, cho'tka etib, hamma yoqlarini taxladilar. Bu do'stlar giraverish qo'l qismi. Nerede işten gireverişini dostlar emniyetip ötürdüler. Politeyinle çıralatip yurt turganlarımızdan politeyinle ötürüverdiler da ne deyip ya karla, yaşla, balla, sürneki bilmesinde bir şey deyip ötürüp arıcaya ötürüverdiler. Ana balların döşeyen döşükleri. Yine bir adam koyduk yine. Memal görüşünüz mümkün. 10 tane konkret etip koyulgan. Kızdırdık. Hazır 100 gradusa, 90 gradusa, 100 gradusa çıkarıp sınap gördük. Moşine etip. Bekta mene bir mehman halasının neyse mehmanla görüşeceğiz mümkün. İşine edip tahladık. Ahırda kaçolunu göstermen. Kaçolumuz cidden zor kaçolardan birisi. Moşine etip kızdı. Egesi davulunu hem merselerini sıraylatıp görsettik. Ana bemalol görüşeceğiz mümkün. Kichkina teshiklarni ham deshik qo'ydik. Yine. Bu yerda aynasi past bo'lgani uchun 40 santimetrlik duralimin batareyalarimizni chiroylatib qo'yib berdik. 10 dona keyingi xonamizdan bo'lsak, bu xonamizda ham shikast yo'q ekan do'stlar. Shuning uchun telefonni o'zidan ko'rsatib beramiz. Yine bemalol ko'rishingiz mumkin. Buna biz zali bo'lgani uchun ko'proq qo'ydik, chiroylatib, moshina deb rossiyskiy kraniklari bilan chiroylatib qo'ydik edi. Torlar ham bor ekan. Bakmam ko'rsatamiz yine. Bu ham spalni. Uyunda 3 peshi bor ekan do'stlar. Ben bultir qo'ydirdik. Bu yil endi biz toshimiz bunday turibdi xolos. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Oboy bo'lgan joylardan ishlab ishlaysizlar deganlar uchun yine ko'ringlar do'stlar. Yine döşüklerini akkuratni kichkina hozir banisini ham ko'rsataman kuxnyasi bilan. Ishlatib kichkina döşüklerini akkuratlatib do'stlar, bir spalni bu yerni ham ko'rishingiz mumkin. Duralimin batareyalarimiz, kazakskiy 208'lik turbalarımız chiroylatib o'tirilgan. Hamma ana döşüklerine e'tibor berishingiz mumkin. Kichkina deb döşülgan hamma. Agar kimda kim uyni stenni qattiq qo'ydirjak bo'lsa yoki ko'mir qattiq qo'ydirjak bo'lsa, gaz qattiq qo'ydirjak bo'lsa, описаниеda va birinchi kommentariyada telefon raqamlarimiz bor do'stlar. Yine beri kuxnyasi 10 dona 60 santimetrlik batareyalarımızdan koyup verdik. Duralimin batareyamız yaxşısından. Yine kuxnyaları Xudo xolasa yakında bana görüşleriniz mümkün. Onların duralimin batareyalarımızı koyup berganmiz. Döşüklerini ham kafelerni sindırib vermey akkuratni etib döşganmiz. Xudo xolasa
Şimdi sizler bilen birlikte katyollarımızı görüp çıkamos. Katyolumuzdan en zo'rini kelib o'rnatganmiz. Şimdi katyol hakkında ma'lumotlarni beramiz. 1 yillik garantiyalarni berdik. Xudo xolasa qolgan materiallarni hozir yine professional ustalarimiz professional derecede chiroylatib qatırıp tuttular. Yine dostlar Kazakski 208'lik bataryalarımız ustalarımızın üst başına ahamiyet vermesiyle hazır bular işten çerçep giyimlerini almastırsam elbet etmeli yine. Ökten bay kanday? Ama maktap çıktım seni. Düşten çıralyatып düşkening. Rahmet. Sağ olasın. Xudo xolasa yurtdoshlarimizniki undan ham kichkina etib berasan ha? Ava. Qo'ldan kelgancha toza akkuratni ishlaymiz. Kamtargina ko'nglida kiri yo'q ustalar shunday bo'ladi do'stlar. Shaytonlikni yo bu xitirlikni o'ylamaydi. Soatcha bo'ldi hozir. O'ktanbay? Xudo xolasa Alloh buyursa bir 3'ten o'tdi gerek. Dangu 3 oldu gerek. Neçe oldu? 3'ten 44 minut o'tdi. Vay adaşımız ana. Bizlere ne gündüz var ne gece var. Elde hizmetindemiz. Azanda Xudo xolasa azon bilan ishi. Ama azam bile Xudo xolasa yönetmiş. Yangi obyektda. Yangi bekti. Yine gerek bo'lsa. Yine Bize de temalış yok. professional ustalarimiz xalq xizmatida yine. Halkın hizmetindemiz. Like bas, komentar yozib qo'ysalarmi? Like basıp, komentar yazıp koyunlar. Ama şu bizim üretken ülerimizde çakalakların avazı eşitsin. Gelin gelsin, kız çıkarsın, oğul yönlendirsin. Hullas yaxşı güller olsun, yaxşı güllerde barıb oturuş nasip etsin. To'ylar. Allah ava. Hemice toylada bireli. O'zlarimiz qo'ygan duralimin batareyalara suyanolmay orqalarimiz pishib Oo, o'tirsin. arkalarımız pişip kışını günü toy vergen vaktinde mehman çakırışa uyalmay bemalol çakıra versinler. Sağ ol gaysılar. Usta bu ne dedi ekan? Usta bu harman endi. Borum. Настроениyalar zo'rmi? Yaxshi. Xudo xolasa ishlamay keladingiz. Xudo. Tabriklayman endi. Bu nechanchi ish endi bu bu yil hisobini? 1000-chi bormi? Sanab. Sanasak berekasi uchami ya? Sonini yetmayapmiz sanab. Yilni xizmatindamiz shu yerdan bo'ling. Xudo xolasa endi to'g'ri bu yerdan keyingi obyektda. Yo'q. Mana birini nesini hozir aytib o'taylik. Birini общий 14 oldu. Hamma o'zlarimizdan bo'ldi. 29 milyon 888 milyon bo'ldi. Qolaq qator batareya turbo surib hamma mil cho'pchilari o'zlarimiz kelib, ustunam ketib, bir yil garantiyalar bilan, servislar bilan Xudo xolasa topshirdik. Xudo xolasa. Ajoyib aytib. Yo'q. Yine Öktanbay qanday? Yok yaxshi. Yine Öktanbay üstüne chiqib turbalarni bosdi bana joylar etib. Yine dostlar. Hamma yoqni baylab o'zlarimizdan nosozlari, pasozlar hamma narsalarini yine katyollarimiz dostlar. Xudo xolasa katyolni şuradan ko'rsataman sizlarga. Ham bu yoqda qo'yibdilar. Katyolumuzdan aytib o'tadigan bo'lsak dostlar, yine katyolumuzun görünüşü. Xudo xolasa katyolumuzni listi gereçi listdan yasalgan rossiyskiy list juda ham qalin, sifatli, eshiklarni ko'rib turibsizlar. Eshiklari esa 4 eshikli, 4-sidan ochib beklanadigan zamokli eshiklarini. Eshiklarni bemalol ana boltlaridan regulirovka qilsangizlar bo'ladi. Отопление shavot deb yozsangizlar, Xudo xolasa endi adını o'zgartiramiz. YouTube kanallarına professional ustalar deymiz ya professionallar deb o'zgartiramiz. Xudo xolasa yine отопление shavot Quvonchbek Xudoyorganov Instagramlari, ana shu nomerlarga telefon qilsangizlar, bu bizning garantiyali pechatimiz Xudo xolasa. Nomerlar o'zgarmaydi. Agar siz musofirda bo'ladigan bo'lsangiz, Telegramdan, WhatsApp'tan bemalol aloqa chiqib, endi bu yoqqa hozir qish keltir, qishni g'amini yozda yeb qo'ysangizlar, Xudo xolasa qishda hajatlarimiz sizlarni duo qilib o'tiradi do'stlar. Balam ish yaxshi bo'laversin, balam o'zi sovuqda ishlab bersan ham bizani ishida qo'ydi deb aytadilar. Yurt turganlarni isting, rossiyskiy kraniklarimiz, eng oxirgi modeldagi chiroyli nasozlarimiz, ventilyatorlarimiz, regulatorlarimiz, gradusniklarimiz yine 70 gradusda
100 gradus'a çıkarıp 90 gradus'a çıkarıp sınap egesine gösterdik. Egesi görüp kabul kılıp aldı Xudo kalasa. Yine morlarını hem çıraylatıp ornattık yine görüp turgalarını isteyin. Arka tarafları hem narsaları var. İç hakkında məlumat bereden bolsak, yine birinde 4 zetli yani 4 kitaplı kaçolumuz içinde 17 dana Rossiyski turbası var dostlar. Hazırcha nomer deyin. Minin 10 toçka 15 toçkalarını oynap taşıydı bu kaçol. Utüplili kaçol bu dostlar. Özlerimiz 20 yıllık iş stajına ege bolganımızdan keyin özlerimizin sexda zakaz bilen çıraylatıp yasasıp turibmiz. Bir öyle aytib turibdi, Baxtiyar kaçolun sal qimmatroq ekan deb turibdilar dostlar. Bu kaçolunu adashtirmanglar. 4 zetli, 4 kitaplı kaçolumuz boladi. Rossiyski turbalarning o'zlaringiz narxlarini bilasizlar. Hozir temboli yoz bolgana bitta arzon. Ustalarım bunu yasagan kaçolçu, ustalarım, professionallarım pul to'lash kerak, işçilerimiz ham pul berish kerak. Hammasi pula kelib turibdi dostlar. Shuning uchun garantiyasini 1 yil berganimizdan keyin shunga yarasha deb shuni sifatlatib yasamsak. Bizlar ham ayrim endi qo'shtirnoq ichida ayrim ustalar bor. Ularnikidan kaçol yasagandan lütfü bikarni tashagan yaxshi dostlar. Yine şimdi deb qisqa bundan tushuntirib qo'yaveramiz sizlarga. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kanallarimize abone olup, like tugmachalarini bosib, qarindosh urug'laringizda kimda kim gaz koydu, katil koyduracak, gazlı katil koyduracak bolsa, kömürlü katil koyduracak bolsa, benim alakaga chiqishlaringiz mumkin. Hamma narsalarimizni o'zlarimiz bilan olib boramiz, o'rnatamiz, chiroylatib, taxlab, yoqib, qizdirib, garantiyalarini berib kelamiz dostlar. Yine shunday gaplarimizda 1 yillik garantiyalarini berdik, hammasini tushuntirdik xudo xolasa. Keyin ham ishnatib taxlab keyingi videolarimizda xudo xolasa görüşünce. Hammangiz yine uylaringizga, to'ylara, yaxshi kunlara borib bizlere chiroylatib shu ota-onalaringizni o'tirib, xizmatlarimizni etib, yollaringizda, yaxshi kunlaringizda xizmatda turish bizlere nasib ro'z aylasin. Sog' salomat bo'lasizlar, ko'rganda görüşünce aziz yurtdoshlar. Keyin esa professional ustalar keyingi obyektga qarab yo'l oldi.